Hozir sizga 3 ta holat tasvirlangan videoni qo'yib beraman, diqqat bilan ko'ring. Qo'yinglar shu bitta xotinni urmanglar. Gap qaytargan edim. Shapaloq urdim. Ayolimga tarsaki urdim, qo'l ko'tardim, menga sud hukmi bilan 5 sutka berildi. Bu videodagi shaxslar nima uchun javobgarlikka tortilgan? Bir ro'zg'or asosida yashaydigan, umumiy farzandga ega bo'lgan shaxsiga, ya'ni ayoliga nisbatan huquqbuzarlik sodir qilgan, ya'ni shapaloq berganligi uchun javobgarlikka tortilgan. Qarangizlar, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilab qo'yilgan 59.2-moddada oilaviy maishiy zo'ravonlik degan modda mavjud. Ushbu moddani mana shunday normalari bor. Ya'ni bir ro'zg'or asosida umumiy farzandga ega bo'lgan er xotiniga nisbatan yoki xotin eriga nisbatan ularning sog'ligini yomonlashuviga olib keladigan xatti-harakatlarni sodir qiladigan bo'lsa, javobgarlikka tortilib 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin deb belgilangan. Bunning ma'nosi shundaki, agar siz ayolingizni uradigan bo'lsangiz, unga tan jarohati yoki shappat beradigan bo'lsangiz, javobgarlikka tortilib 15 sutkagacha qamalishingiz mumkin ekan. Videoni kerakli insonlarga yuborib qo'yishni va video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.